Assalomu alaykum kuzatuvchim. Charchamayapsizmi? Salomatmisiz? Xayrli kunlar bo'lsin. Sizga olyapman. Ana atay bu yoqqa yurdim. Muhammad qorini yetalab yurdim. Betini yuzini o'ratmayapti kolyaskani yopinchig'iga. U xohlamaydi shunaqa narsalarni. Mana Koreyadagi sharoitlar. Yo, anaqa ko'proq bular qarilar anaqa qiladi. Yoshlar hammasi ishda. Mana tortinadigan turnirlar, mana o'tirib harakatlanadigan, mana tikab turib harakatlanadigan. Atay sizga olyapman Koreyada qorda mana. Ko'ryaptimi laylak qor sizga kuzatuvchilarim? Mana qarang dekoratsiyani qarang. Shunday o'rib tashlashmagan. Fon berib turadi qishda ham shu. Qor o'tirib qolsa ham chiroyli fon beradi. Mana koreyalik Muhammad qori. Mana endi hozirgi nimalarimiz mana olyapmiz. Mana sizlarga olgan kadrlarim mana. Oilamikin, ona, ota, onasi, bolasimikin deganman mana otasi. Ona yurak, onani yuragi o'tdi, bola yurakdek. Mana dam olish shunaqalari, o'tiradigan joylar mana, anaqalarni ko'p gapiraveramiz, anaqalar degan gap ko'p qolganda shu bizga refleks bo'lib qolgan. Odat bo'lib. Mana qorda haydayapti Muhammad qara. Hamma yog'i uyib ketadi endi kirib ketmasak. Pishayapsanmi qorda? Pishab oldingmi? Bu qanaqa pishading? Qanaqa pishading? Haq qilib pishadi. Haq qilib pishab oldi Muhammad qori qorda. Pishadingmi? Mana kolyaskan tepalari ham laylak qor yog'yapti. Endi kirib ketmasak endi hamma yo'qimiz uyib ketadi o'g'lim, yoptirmayapsan. Ana bu qara mana laloqlaringga qo'nib o'tirib qolyapti mana. Haja qilmasak bo'lmaydi endi.